Başladın mı? Ma resimni ko'rgandiki nimani his qildingsa, meniki ham resimlashiga hozir kirib kim kelib ketib bordi. Nima uchun? Burun adamlarimiz shunda oq qog'ozdek suzika, hech qanday bir-birisining kendining gap so'z yo'q, shunda tabiiy holatda. Hozir jamiyat taraqqiy qilgan sira davlatimizning yaxshi siyosatida mana hammalar 5 kunga pul tepatimiz. Lekin pulni yaxshi topgan bilan biz-birimizning kendidan g'ajaydigan, biz-birimizning kendi ekspert gap qiladigan gap so'zni bergan. Qaylanglarmi burun qil shunda tabiiy holatda. Shunda biz-birimizlar inoq, mayoq qilaysan, shunda chiroydan bir xil kulki jilvinib turdi. Nimishqa? Biz-birini g'ajaydigan bu ishlar asla yo'q. Chunki kino oldim, jiq ko'rdik. Mushadimmi, mushlan tug'an turqidimda qalsaqim bo'ldi. Masalan, mayoq qilaysan, burun shunda japa olgan bilan, lekin birsi-birsiga bo'lgan mikromuhabbat shunda chunqur. Mana qalsaq shunda payza. Lekin hamda hozir mana shunda 5 kunga pul tepib atgan bilan biz-birimizga bo'lgan mikromuhabbat suslashib ketdi. Nima uchun? O buning g'ayratini qilayotgan, bu uning g'ayratini qilayotgan, pul topamiz taqko'rmayotgan, pul topsaq ko'rmayotgan. Shunga do'stlarimizninki har qanday bir ish qilsanglar biz-bizdan g'ajimay shu odamning yaxshi tarafini ko'rib, har qanday bir odamning yaxshi tarafini ko'rsak, bizningmi qarshi taraf yaxshi tarafimizni ko'rdi. Demak, mushundan şunu ko'rib olgan bo'ldiki, hammalar mehr-muhabbatli yasaq, dunyo bak go'zal, amaliyotda dunyo haqiqatan go'zal. Lekin kichikina ba'zi bir gap so'z, kichikina bir odamning qilgan gap so'z, "Ey anda olib qolganda, ey manda olib qolganmi" deb gap so'z bilan o'zimizningki kayfiyatini buzib qo'ygan jiqkin. Demak, mushlar zopun tartish orqali biz-bizlarga bo'lgan mehr-muhabbatni taqinbay chunqurlashtirsak, anandan keyin bir-birimizni aldikeni gap qilmasa, qanday gap bo'lsa aldi desak, hammalar rahat yashaymiz endi. Shunga mush banada biz zopun tatqim kelib qoldi. Hech kim nachar tug'ilmaydi, lekin odam yashab o'sish jarayonida nachar turmush sharoitida odam ashta nachar xuyni paydo qiladi. Lekin bu xuyni o'zimiz paydo qilgan o'zimiz yo'qota olmaymiz. Kan qo'saq, biz-bizlarning mehr-muhabbatli bo'lsak, dunyo ham shunday go'zal ko'rinadi. O'zimiz shunday rahat yashaymiz. Yana gap qilsak, gap berjak bo'ldi gibi müşahidligida ko'pchilikdan qo'llab-quvvatlab bergan ko'pdan ko'p rahmat.